Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün bir qo'lida uchumlab, ikki qo'lida o'zini yuvish haqidagi bab degan mazmunda to'xtalamiz. Bu 140-numurli hadisda Imom Bukhari rahmetullahi aleyhi bizga Muhammed ibn Abdurrahim degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu büyük allama İmam Bukhari'ninki ustozdurdan bo'lib, buni arabcha soiqa deb atagan. Ya'ni osmonda yomg'ir yog'adigan vaqtda chaqadigan chaqmoq bor, chaqmoq deb nom bor-da bu odamniki. Nemish qashda atagan desa, hepsi quvvati tiz. Bir narsani tiz tutula oladigan, yodlay oladigan odam bo'lg'achqa buni işte chaqmoq deb atagan bu odam. Bu kişi aynı vaqtdagi katta muhaddislardan İmam Bukhari, İmam Abu Davud, İmam Tirmizi, İmam Nesai qatorliq hadis olimlari bu kishiniki ustoz. O'zimda kiyim savdosi bilan shug'ullangan hadisshunos ulamolardan. 255-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi hamda bizga Abu Salamatul Xuzai Mansur ibn Salama xabar bergan edi deydi. Undaqda bu kishi Muhammed ibn Abdurrahimning ustozi bo'ladi. Abu Salamaninki ism bo'lsa Mansur ibn Salama chiqib turibdi hozir. Abu Salama o'z kunyasi. Bu kishi Imom Malikda o'qigan. Imom Malikninki shogirdi. O'zini jihodiy harakat bilan ko'p shug'ullangan. 220-yili o'lib ketgan buyuk allomildan. Bu odam deydi bizga İbn Bilal, ya'ni Sulaymon ibn Bilal degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimasi o'tgan. Bu kishi Zayd ibn Aslamdan, Zayd ibn Aslam Ata ibn Yasardan, Ata ibn Yasar ibn Abbasdan. Yani bu uchtalarning tarjimasi boshda o'tgan. Demakchi bo'g'ini Abdullah ibn Abbas shunday deydi bu yerda. Boshqa shu Abdullah ibn Abbasning shogird mesela Ata ibn Yasar, Abdullah ibn Abbasninki qilmishini keyingilar deb biryapti-da. Abdullah ibn Abbas tarat olib o'zini yuvdi deydi. Qo'lida bir qo'li bilan bir changal, bir uchum suvni oldida, uning bilan og'iznim chaqidi va burnim chaqidi. Ondan yana bir uchum, bir changal suv elib, uning bilan yana mushtaq qildi. Ondan suvni bir changal suv oldida, og'andiki uni so'l qo'yuga, so'l yana bir qo'li qo'shab, yani o'ng qo'ldan so'l qo'lni birlashtirdi bu yerda. U ikki qo'li bilan o'zini yuvdi. Ondan yana bir qo'lida, o'ng qo'lida oldi suvni. O'ng qo'lida yana bir suv ilib, bir changal. Buni bilan o'ng qo'lni yuvdi. So'l qo'lga to'kib, o'ng qo'lni ilashtirib, ikkisini bunda yuvdi. Ondan yana bir uchum, ya'ni bir changal suv ilib, uning bilan so'l qo'lini yuvdi. Ondan beshig'i masih qildi. Ondan yana bir changal suv ilib, o'ng putig'i chichib yuvdi dedi. Bu yerda hamda chichib yuvdi deyishdan maqsad nima degan vaqtida, chunki suvni shunday to'kadigan bo'lsa, u suv ko'pincha isrof bo'lib ketadi. Ya'ni qo'lda ilib, uni chichib yuvganligi suvni isrof qilmaslikni oldin olish uchun qilayotgan avval bo'lish kerak. Onda yana bir changal uchum suv ilib, uning bilan so'l putini yuvdi. Onda mundaq dedi. Bu kishi o'zi tarat ilib, atrofidagi tobiinlarga, ayni davrdagi kishilar ko'rsatib qo'yapti-da, o'quvchilarga, shu davrdagi musulmonlarga. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mushundaq tarat olganligini men ko'rgan edim, deydi. Endi biz bu hadisni nimani his qilyapmiz degan vaqtida sahobalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki iş izlerini öğütüşte nahit ameliyatcan emeli misallar bilen böldürüşke nahit bek ahmiyet beretti. Bu onda vaqtida ameli kösbege vaqtida buniki başkalarınki zihinde qilish ihtimali nahit yaxshi bo'ladi, küçük bo'ladi. Onundan başka bunun ta'siri başkalarının diqqatini tortish tarafim nahit kuchli bo'ldi. Undaqda bunda nazariy ilm öğütüşüne nisbatan ameli, temsili ilim öğütüşündeki rolü ve kuchli ta'sir bo'lishi kerak bu jihatda vaqtida.
Onun ustiga yana bir mesele, bu hadisni Abdullah ibn Abbas o'zi ko'rib, o'zi aynan ko'rgan ahvoli qarta boshqalarga bildiryapti. Abdullah ibn Abbas o'zi kichik sahobalardan, Rasululloh o'lib ketgan vaqtida 10 necha yosh atrofida balog'at yeshniki oldi keyindagi mezgillarda. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishiniki ba'zan 10, ba'zan 12 İmam G'azali Mustasfoda bu odamniki rivoyat qilgan hadisi faqat 4 la hadis rivoyat qilgan deb mandami degan. Demak, shu 10 nechaning atroflarida, 4 la 10 nechaning atrofida rivoyat qilgan hadisi Rasulullohdan bevosita anglagan hadislarniki biri. Qolgan hadislarning hammani boshqa sahobalardan anglab rivoyat qilgan. Ko'p hadis rivoyat qilgan, lekin Rasulullohdan anglagani mushunchalik. Ba'zan 4 degan, ba'zan 10, ba'zan 12 degan. Lekin ma hadisi bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki amaliy ahvolni ko'rib turib, naq bilganni, ko'rganni deb turibdi. Biz bu hadisni oldiga yana bir mazmunlar tarixda olgan vaqtimizda yana bir qitimlab turbidan ko'rib tushirib emas, har bir olgan vaqtida qitimlab, har qitimliqni ayirib turib ilish muhim deb afzal degan qarashni bas kerak. Uningdan boshqa bu hadisda bir alayda bir diqqatimizni tortgan tarafi, Abdullah ibn Abbas shu bir qo'lida suvni olgan peti bu suvda ham og'zini chaqidi, og'zini chaqgandan so'ng ham suv burnini chaqidi. Shu bir uchum suv bilan, bir changal suv bilan. Balkim buniki xilma-xil shakllar bo'lishi mumkin, ammo eng kuchli bo'lgan, eng tarafi bo'lsa, har qatim suv olgan vaqtida og'izga shu 3 qatim ilib, bunga 3 qatim ilib, ayrim qilgan afzal. Ammo bu jihatda 5 xil shakli bor. Masalan, birinchi shakli bo'lsa, shu bir changal suv ilib, shu bir changal suvda avval og'izni 3 qatim, og'izni chaqab bulab, bunni 3 qatim yuvish. Bir changal suvdlama. İkinci xil shakli bo'lsa, shu bir changal suvni ilib yana birinchisida bir changal suvda 3 qatim og'zini chaqab bulab, uni keyin 3 qatim buni chaqaydi. Ma birinchi shakli. Ma ikkinchi xil shaklda bir changal suvda bir qatim og'zini chaqab, uni keyin buni chaqab, uni keyin yana og'zini chaqab, uni keyin buni chaqab, mushtaq 3 qatim tartibat shaklida. Ma shaklda qiladi. Üçüncü xil shakli bo'lib qolsa, u nima deganda 3 qatim ayrim suv oladi, 3 changal suv ilib. Lekin bu 3 qatim olgan vaqtida har qatimda ham og'zini chaqaydi bir, buni chaqaydi bir, uni keyin. Ma 3 qatim, oldida bir qatimni olgan 3 changal, bir changal suv olgan. Ma'noda 3 qatim oladi, ma bir shakli. 4-chi xil shakli bo'lsa, 2 changal suv oladi. Dastlab bir changal ilib, uning bilan 3 qatim og'zini chaqaydi. Yana bir changal suv ilib, buningda 3 qatim buni chaqaydi. Bu 4-chi xil shakli. 5-chi xil shakli bo'lsa, 6 changal suv. Dastlabda 3 changal suv ilib, buningda og'zini chaqaydi. Uning keyindan keyingi 3 changal suvda buni chaqaydi. Müşahideki 5 xil og'zini chaqash, buni chaqash shakllarining hammasini ulamolar ba'zisini bir qismlari masalan 4-chi turdikini afzal deb qaraganlar bor. İmam Karmaniga o'xshash. Ammo 3-chi xil shaklini İmam Navaviy rahmatullohi alayhi bu afzal deb qaraganlar bor. Ammo lekin hamda Hanifi mazhabidagi ulamolar shu oxirgi 6 changal suv ilib, avvalgi 3 changalda og'izni, keyingi 3 changalda buni chaqaydi degan ko'z qarashni Hanifi mazhabidagi ulamolar kuchlantirgan. Demak, bu oldin bayon qilgan 5 xil shaklniki hammasiniki asosi bor, dalili bor, isboti bor. Endi buniki xilma-xil shaklda kelganliginiki hammasi nimani bildirdi degan vaqtida hamma xil shakli yana durust degani bildirish kerak. Bu Imom Ayniyninki yaxtug'an ko'z qarash tarafi. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.